Misan? Ha, Uyg'urman. Nimaga Uyg'urcha gapirmayapsan? Menga xitoycha gapiryapsan. Men senga o'zbekcha gapiryapman, tushunyapsan meni. Tushunmaymikan. O'zbek tilini tushunasan. Yo'q, tushunmaymikan. Mana tushunyapsan-ku. Yo, to'xtab tur, telefonni keyin olasan. Sen nimaga Uyg'urcha gapirmayapsan, xitoy tilida gapiryapsan? Uyg'ur tilida so'zlamayapsan. Men tig'i sizni hanzuvchiga deb o'ylabman. Yo'ldoshmiki debman. Ha, bo'ldi. Qalay bo'lyapti sayohat? Zo'rmi? Ha? Sen Urumchidanmisan? Ha, Urumchidaman. Men Qashqardanman. Ha. Qashqarni bilasan? Ha, bilaman. Bo'ldi. Rahmat. Azmayman. Ha, shunaqa. Ko'p yoshlar esdan chiqarib yuboryapti Uyg'ur tilini. Ha, ularga o'zbek tilida gapirsam, Uyg'urlar tushunadi endi o'zbek tilini. 80% tushunadi, bir-birimizni tushunamiz. Xitoycha gapiradi men gapirsam. Ey, menga Uyg'ur tilida gapir, Xitoy tilida gapirma desam, keyin bo'ladi deydi-da, shu bilan ketdi Uyg'ur tilida. Shunaqa gap, Urumchi Uyg'urlar hayoti juda ham qiziq. Kelib ko'rib ular bilan gaplashib, qalbingiz rohatlanadi. Shunaqa gap, Urumchiga kelinglar, birgalikda sayohat qilamiz.